Bitta men ketaman, qo'ying hamma qavatda. Aytaman, 50 bosh yil yaxshi emas. Tavofni ham baxshida qilsangiz bo'ladi savobini. Umraga o'xshab. Umra savobini baxshida qilamiz-ku, o'zi umra badali yo'q. Umrani savobini baxshida qilish bor. Xuddi o'shanga o'xshab tavofni savobini baxshida qila olasiz. 7 marta aylanasiz, maqom Ibrohimdan o'tasiz, 2 rakat tavof namozi o'qiysiz, zamzam suv ichasiz, qiblaga qarab o'sha tavofingizni o'tgan odamga yoki to'shakka mixlanib yotgan odamga baxshida qilasiz savobini. Bekor vaqtingizni ketkazmang. Zerikyapsizmi? Qurbingiz yetmayaptimi tavof qilishga? Ka'baga qarab o'tirsangiz ham savob bo'ladi. Ayniqsa ertalab bomdoddan oldin Allohning rahmati to'g'ri Ka'baga yer yuzini nuqtasiga urar ekanda, keyin yer yuziga tarqaladi. Siz Ka'bani oldida turibsiz. Birinchilardan o'sha Alloh barakatini his qilib olib qoling. Bu ne'mat. O'zbekistonga, Alloh olim qaysidir yurtga yetib borgandan oldin birinchi o'la Alloh rahmatidan siz umidvor bo'ling. So'rang. Allohdan nima niyatlaringiz bo'lsa, duolaringiz ijobat bo'lishini so'rab qoling. To'g'ri, gostinitsaga borishingiz mumkin, dam olishingiz mumkin. Bu jasadimiz charchadi. Lekin bu jasadimiz dozorga harom bo'lish uchun ozgina mashaqqat ko'rishimiz kerak. Chunki umra, haj mashaqqat. Mashaqqatsiz emas. Ilojimiz yo'q. Mashaqqat ko'rmasak, bizning gunohlarimizga kafora bo'la olmaydi. Agarda umra, haj komfort deganida gostinitsaga borib yotursangiz bo'lardi. Lekin umra, haj mashaqqat deganmi? Mashaqqatni ko'ring. Gunohlaringizga kafora bo'lsa, inshaalloh mahshar kuni gunohlaringizni Allohim amal daftaringizni berilganda gunohlaringizni Alloh afv etgan bo'lsin. Bilib oldinglar, kelishdikmi? Vaqtdan unumli foydalanamiz, to'g'ri. Hattoki men ham hozir charchaganman, gostinitsaga borgim kelyapti. Boraman ham. To'g'risini aytaman, 3-kun uxlamayman odamga o'xshash. Lekin sizlarda u imkoniyat bor hali. Hali uyquga to'ygansizlar. Men bilan o'zingizni solishtirmang. 50 bosh qilyapti-yu, domla qilyapti-yu degan narsaga qaramang. Siz kecha keldingiz uyingizdan. Men 2 oydan beri yuribman. Har kuni guruhim bilan tavof ham qilaman, har 5 kunda umra qilaman. Bunaqa maza ekanmi? Jannatga bundan kirib keta olmaysiz. Shuning mashaqqatni ko'ring, inshaalloh kirasiz. Kelishdikmi? Agar fikringizda gostinitsaga borish bo'lsa, bu ahdingizdan qayting. Bugun inshaalloh, bugun yo erta Me'roj kechasi. Duolar ijobat bo'ladigan kun inshaalloh. Siz Ka'baning oldida turib duo qiling. Odamlar orzu qilib o'tiribdi hozir yer yuzida Me'roj kechasi.